Raspakovka chek. Xitoydan aynan raddom sumka uchun zakaz qilgan narsalarimni ikkinchi qismini ko'rishingiz mumkin. Birinchi qismni profilimga o'tib ko'rsangiz bo'ladi. Mana shu zakaz qilgan hamma narsalarim menga kargolari bilan 950 mingga aylangan. Ya'ni tasavvur qiling, menga raddom sumka общий 950 mingga aylangan. 1 million 2 millionga emas. Bola uchun shunaqa ishtonchalar zakaz qilgandim. Bularni men donasini 5 mingdan zakaz qildim. Chetdan tovar zakaz qilishni bilsangiz, shunisi zo'rdek. Xohlagan tovaringizni o'zini narxida arzon va sifatli zakaz qilasiz. Keyingisi shunaqa ikkita soska zakaz qilgandim har ehtimolga qarshi. Bularni men donasini 7 mingdan 8 mingdan oldim. Bular ham ancha arzon tushdi menga. Keyingisi bola uchun shunaqa plyonkalar juda ham ko'p kerak bo'ladi. Plyonkalarni adashmasam 15 mingdan 10 mingdan oldim. Bunisi albatta raddomga kerak bo'ladigan rezinoviy tapchka kargosi bilan menga 15 mingga tushdi. Ko'rib turibsizlarki, rasmda qanaqa bo'lsa, hayotda ham xuddi shunaqa sifatli bo'lib kelgan. Hattoki bir martalik plyonkalarni ham men Xitoydan zakaz qilgandim. Juda ham zo'r bo'lib kelgan. Ishlatib ko'rmadim, lekin sifatlari ancha yaxshi. O'zim uchun raddomga olib ketadigan bir martalik pastel ham zakaz qildim. Pastellar ham shunaqa arzon tushadi, o'sha uchun ham tinmasdan men Xitoydan pastel zakaz qilaman. Ha aytgancha, bilasizmi yo'qmi, men 5 yildan beri shu sohada bo'lsam, shu paytgacha 6000 tadan ko'p ayol va qizlarni chetdan zakaz qilish kurslarimda o'rgatib kelganman. Darsligimda siz bitta emas, ikkita emas, naq 7 ta davlatdan o'zini narxida zakaz qilishlarni o'rganasiz. Xitoy, Koreya, Amerika, Turkiya, Germaniya, Angliya va Malayziya davlatlari. 7 ta davlatdan o'zini narxida zakaz qilish o'rgatadigan kursim hozir juda ham katta chegirmada. Qo'shilib olish uchun menga Telegramdan yozsangiz bo'ladi. Pastda Telegram raqam qoldiraman. Yoki profilimga o'tib, shapka profilimda Telegram kanalimga o'tib olsangiz bo'ladi. Bu yoqda erim qitmirli qilib kelib tomosha qilib ketyaptilar. Yaqinroq kelinglar ayollar. Hattoki men Xitoydan xuddi shunaqa sut oqib ketmasligi uchun protkladkalarni ham zakaz qilgandim. Sifati zo'r kelgan. Ha aytgancha, shunaqa videolarni o'tkazib yubormaslik uchun menga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Paka-paka.